Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli fuqarolar. Kecha videorolik tayyorlagandim. O'sha yakka tadbirkorlar va o'zimizni band qilgan shaxslar 2026-yil 1-yanvardan qat'iy soliq to'lamasdan 1% aylanma soliq to'lashi bo'yicha ro'yxatdan o'tishlari kerakligi to'g'risida buni 100 mingdan oshiq tadbirkorlarimiz, fuqarolarimiz ko'rgan. Juda ko'p kommentariyalarda menga ro'yxatdan o'tish bo'yicha ham bitta videorolik tayyorlab tashlang deyishgan. O'zim ham va'da berdim, keyingi istoriyalarımda qo'yaman deb. Bu bo'yicha o'sha Play Marketdan Paynet ilovasini yuklab olasiz va uni xizmatlar bo'limida xolis degan bo'lim bor. Xolisni skachat qilib olsangiz, o'zi chiqadi. Familiya, imom otchesini to'ldirasiz, yashash manzilingizni to'ldirasiz va Face ID orqali yuzingizni ro'yxatdan o'tkazganingizdan keyin sizda o'sha pastda tadbirkorlik guvohnomangiz yoki o'zingiz band qilgan to'g'risida guvohnomangiz shakllanadi. Shakllangandan keyin bo'ldi, siz faoliyatingizni boshlaysiz. Uje sizga ro'yxatdan o'tkazgandan keyin sizga buxgalter kerak emas, elektron imzo kerak emas, bankka borish kerak emas, terminal ham kerak emas. Unda nimalar bor? Ilovada to'lovlarni qabul qilish bo'limi bor, hujjatlarni imzolash bo'limi bor, soliqlarni to'lash bo'limi bor, mablag'ni boshqarish bo'limi bor. Va 2026-yil 1-yanvardan o'sha 1% soliq hisoblash ham bor ichida. Оборотingizdan to'g'ridan-to'g'ri avtomat ravishda. Paynet xolis orqali qanday to'lovlarni qabul qilsak bo'ladi? Paynet xolis orqali siz bemalol naqd pullarni qabul qilishingiz mumkin. Terminal orqali to'lovlarni qabul qilishingiz mumkin. Hattoki shartnoma berishingiz ham mumkin. Shartnoma berish uchun siz o'sha oluvchini telefon nomerini terib shartnoma shakllantirasiz. U 24 soat amal qiladi. Xolisda nimalar mavjud bo'ladi? Qancha soliq to'lash kerakligi va oylik qancha aylanmangiz borligi va soliqlar qachon va qancha marta to'langanligi sizda ko'rinib turadi. Bundan tashqari har oy yakunida o'z avtomat ravishda hisobot shakllantiriladi va soliq organlariga o'z avtomat ravishda yuboradi va o'sha 1% miqdorida solig'ingiz hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.